Yıllardan bu yana Şarkı Türkistan'da medeniyet ve irqiy qirg'inchilik elib berayotgan Xitoy Kommunist hokimiyati Qashqar ve atrofdagi joylarda Uyg'ur medeniyeti namoyon qilingan uylarning chiqishini kuchaytirdi. 2017 yildan bu yana millionlagan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarni xohlagancha tutqun qilib yig'ilish lagerlariga qamash orqali oilalarni vayron qilgan Xitoy hukumatı oqqon Xitoylarga nurg'un imkoniyatlarni ta'minlab, ularni o'ltiraqlashga tashviq qilmoqda. Şunun bilan birga Xitoy ommaviy taratqularda eqib yurgan sillarda Xitoyning Sharqi Turkistondagi nurg'un masjidni cheqish bilan birga ulardan ba'zilarini Xitoy sayohatchilar uchun ko'ngil ichish so'rini qilib o'zgartganligi, dunyoga donglik masjidlarni ibodatga taqab sayohatchilarga ochganligi ma'lum bo'lmoqda. Qur'on Karim nozil bo'lgan muborak Qadr kechasi bütün dünya musulmonlari uchun muhim bir kechadir. Uyg'ur harakati bu munosabat bilan bayonot e'lon qilib, dunyo musulmonlarining Qadr kechasini tabriklash bilan birga, ulardan Sharqi Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarini yod etishni, ularga qaratgan azobni dunyoga anglitishni va ular uchun duo qilishni o'tindi. Bayonotda bugun Xitoy hukumatı Sharqi Turkistonda islom diniga ishonish va ibodat qilishni kishilik huquqiga xilof holda asabiylik deb qaramoqda. Bütün dünya musulmonlar Ramazan şadlığı çömgende Şarkı Türkistan'daki Uygurlar yıllardan bu yan roz tutuştan çeklenmekte deyildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı'na a'zo 194 devlet Xitoy virusining manbasi ve Dünya Səhiyyə Təşkilatı qatorliqlarning virusning tarqalishi jarayonida qo'llanilgan tadbirlarni tekshirish talab qilingan bir loyihani birdek ovoz bilan ma'qulladi. 100 dan ortiq davlatga vakolatan Yevropa ittifoqi tomonidan tayyorlangan loyihada Wuhan virusi krizisiga o'rtaq inkas qaytarish kerakligi ta'kidlangan. Shuning bilan birga bu jarayonda tadbirlarning tarafsiz, mustaqil va keng doiralik bog'lab chiqishi chaqiriq qilingan. Barliq a'zolarning birdek ovozi bilan ma'qullangan loyihada tekshirishning Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın Xitoy virusi yuqumiga qarshi bosgan qadamlari va ularning vaqti haqida bağlash ib berishni o'z ichiga olish kerakligi ta'kidlangan. Amerika prezidenti Donald Trump Dünya Səhiyyə Təşkilatı 30 kun ichida xizmatlarini yaxshilashga va'da bermasa, Amerikaning bu tashkilotdan ayrilganligini va moddiy yordamni to'xtatadiganligini bildirdi. Trump Twitter hisobida e'lon qilgan maktubida Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın boshlig'i Tedrosga xitob qilib, sening va tashkilotning yuqumga qarshi qaytargan inkosingning xatoliklari dunyoga og'ir talafot olib kelganligi aniq. Men Amerikalik boj topshiruvchilarning pullarining hozirqiga o'xshash Amerikaga bir manfaat bo'lmagan bir tashkilotga berishiga ruxsat qilmayman dedi. Trump Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın virus manbasi bo'lgan Xitoy bilan yaqinligini ta'kidlash bilan birga tashkilotning iqtidorsiz ekanligi va haqiqatni yoshirganligini tilga oldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Suriya alayida vakili Geir Pedersen Suriyadagi har qaysi taraflarning asosiy qonun loyihasi uchun Jenevada suhbatni qayta boshlashga tayyor ekanligini bildirdi. Pedersen asosiy qonun komiteti yig'inlarini sinliq yig'in shaklida etishning mumkin bo'lmaydiganligini bayon qilib mundoq dedi. Hukumat va o'qituvchilar Wuhan virusi yuqumi yaxshilangan hamon Jenevaga kelishga qo'shildi. Kelar qaytimliq yig'inning kun tartibi haqida fikr birdakligi hosil qildi.